Assalamualaikum. Mana bugungi geziktagi uchrashuv qatnashuvchilari Agrobank Shimba filiali tarafidan geziktagi uchrashuvimizni o'tkazib oldik. Shu sababli bugungi kunda bizlarda Agrobank Shimba filiali tarafidan ajratilib o'tirgan, ya'ni mahallaboy bo'limimizdan ajratilib o'tirgan kreditlar haqida qisqacha bir tushunib berib o'tsak. Hozirgi kunda bizlarda shu Agrobank Shimba filiali tarafidan biriktirilgan 6 mahallemiz var. Atlarni atab o'tadigan bo'lsa, Baxtli, Apıcı hamda Abad Makan mahallesi, Temiryo'l, Ko'nchi, Berda, Qarako'l mahalleleri bizlarga biriktirilgan bo'lib hisoblanadi. O'sha biriktirilgan mahallelardagi жұмыссыз fuqarolarning bandligini ta'minlash maqsadida bizlarda hozirgi kunda 5 million so'mdan 50 million so'mga chekim, ya'ni jismoniy shaxslarga ajratiladigan kreditlarimiz bor. Bular qanday tarzda beriladi? Bular plastik kartaga solib beriladi. Sug'urta bilan da beriladi, uchinchi shaxs kepillik bilan da beriladi. Bularni aytib o'tadigan bo'lsak, 5 million so'mlik kreditimiz bor. Bizning biznesga birinchi qadam degan 1 yilga, ya'ni 12 oy muddatga yillik ayol qizlarimizga 23% dan, yer bolalarimizga bo'lsa yillik 25% dan ajratilib o'tadi. Janada 17 million so'mlik kreditimiz bor. Bu 4 yil muddatga 48 oyga, ya'ni berib o'tadi. Bu da ayol qizlarimizga yillik 23% dan, yer bolalarimizga bo'lsa yillik 25% dan berib o'tadi. Bu sug'urtaning kepilligi, sug'urta yoki bo'lmasa uchinchi shaxs kepilligini olsangiz bo'ladi bu kreditni. Plastik kartaga solib beriladi. Keyin mahalla loyihasi degan kreditlarimiz bor. Bizlarning 50 million so'mga chekim beriladi. Bu da plastik kartaga solib beriladi. Uchinchi shaxs kepillik bilan beriladi. Sug'urta bilan olsangiz da bo'ladi bunda. Bu da ayol qizlarimizga yillik 23% dan, yer bolalarimizga bo'lsa yillik 25% dan ajratilib o'tadi bu kreditlarimiz. Bu da plastik kartaga solib beriladi. Keyin isplenmelikte yo'lga qo'yib kengaytiraman deb yurgan isplenmelerimiz bo'lsa, bizlarda 312 sonli qaror tekanida 100 million so'mdan 300 million so'mga chekim kreditlar berilib o'tadi. Bu degani 100 million so'm chekimga kreditlarimiz kiruvsiz beriladi. Bunun tartiblari hisob betingiz ochilgandan to'liq 1 yil bo'lgan bo'lishi kerak, to'lgan bo'lishi kerak. Aylans bo'lgan bo'lishi kerak hisob betingizda. Yoki bo'lmasa boshqa bankda bo'lib turib, sol bankda hisob betingizda aylans bo'lib tursa, sol оборотlaringizni bizning mahallaboy bo'limimizga qaniylarga akilib tanishtirsangiz, ko'rib o'rganib chiqadi. Sizga kredit chiqadigan bo'lsa, hisob betingizda bizning Agrobank Shimba filialiga ko'chirib akilasiz. Sizga kreditingizda 100 million so'mdan 300 million so'mga chekim chiqarib beradi. 100 million so'mga chekim guruhsiz 100 millionning arjag'ini guruh bilan natural imonatlar hamda avtomashinalarni qo'ysangiz bo'ladi. Bu pul o'tkazish yo'li bilan bo'ladi. Bizning rayonimizning tayfasi 3-tayfaga moslashganligi sababli bizlarda ishlab chiqaruv yo'nalishida olsangiz bo'ladi. Bizlarda qandaydir bir konditerskiy o'rin bo'ladi, boshqa bir ishlab chiqaruv yo'nalishlari bo'yicha kreditlarni olsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda bizning mahallaboy bo'limimizdan ajratilib o'tirgan kreditlarimiz shulardan iborat. Agarda kreditga almoqchi bo'lsangiz, mahallaboy